Men yaxshi o'g'ri emasman. 1,5 ming o'g'irlaganim paytimda bir haftada bor yo'g'i 500 so'mini ishlatganman. Ya 3-sinf bolasiz, nimaga ishlatasiz? Diskotekaga kira olmasangiz. To'g'rimi? Kalyanxonaga bora olmaysiz. Ustingizga kiyim ola olmaysiz. Yeysiz 25 so'mga korjik yeysiz. 10 so'mga choy ichasiz-da. Shu. Keyin bir haftadan keyin dadam aytdi, "Chotanu puldan" dedi, 1,5 ming kam. Sen ishlatmadingmi onasi? Onam aytdi, "Yo'q, men ishlatmadim." Men takoy dumkaga, "Da, wow. Bizda bilib qolishdi." Menimcha dadam Herkul Poirot bo'lsa kerak. Yoki Sherlock. Sherlock nosotadi, nima g'alati lekin. Bu trubka chakish kerak edi. Xullas, bildirmay 1000 so'mni qo'yayotgan paytimda qo'lga tushganman. O'g'irlayotganimda emas. Qaytarib qo'yayotganimda qo'lga tushganman. Shundan keyin bu kasbni tashlab o'rganman. Yillar o'tib, katta o'g'ri bo'lib ketib, bankda o'g'irlagan taqdirda ham halo yo'q. O'zbekiston Respublikasi falonchi bankidan 1,5 million dollar pul o'g'irlandi va biz uning shaxsini aniqladik. U kim? Islom Karimov. Nimalar?